bayramda bo'lish kerak. Istiqlol san'at saroyida Navo shovini jonli ravishda tomosha qilamiz. Men sizni qarshiliklaringizni eshitmayapman. Demak, yangi yil deb bo'lish kerak. Bugun demak, ushbu sahnaga taklif qilingan san'atkorlar hammasi zabarda san'atkorlar, jonli ijro qirollari deb qo'rqmasdan aytsak bo'ladi. Marhamat, birinchi ishtirokchimiz bilan tanishamiz. Demak, o'zbek estradasida o'ziga yo'g'on ovoz yasab olgan va tasodifan shu yo'g'on ovozi muxlislarga yoqib, hozir yo'g'on davrlarda qo'shiq aytayotgan ajoyib san'atkor Sardor Mamadaliyev. Düşüp kalsın yıllarda şair maliye, tabut alıp bağlap koyay yıllarımızı. Düşüp kalsın başlardan şair maliye, tabut alıp bağlap koyay yıllarımızı. Şair mal yarışadı başınızga, usma koysayız hanım yaman bular canım kaşınızga. Sardor Mamadaliyev xonimlar va janoblar. Demak, Sardor, marhamat, o'z joyingizga kelib olishingiz mumkin. Men ular haqidagi ma'lumotlarni o'qib eshitiraman. Demak, ularning haqiqiy san'atkor bo'lishi bolaligidan ma'lum bo'lgan. Hobbilari yaxshi mashina haydashni yaxshi ko'radi. Tavba, xuddi boshqalar yomon mashina haydashni yaxshi ko'radigandek. Ovqat tuman tanlamas ekansiz-a? Ovqatlardan uyg'urcha lag'monni, qozon kabobni, do'lbani, albatta osh, atalar, non, palov, shirqovoqni. Shuncha ovqatdan keyin qilib qo'ymaganingizga hayronman. Marhamat, so'z sizga. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Katta rahmat. Sardor, vaqti bu juda ham kam. Joyingizga turing, bu haqida ko'rsatib tugab qoladi. Joyingizga turing. Uzr. Biz keyingi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Ikkinchi ishtirokchimiz ham sizga juda ham sevimli. Sizlarni yaxshi ko'rasiz. Ajoyib bastakor, jonli ijroni sevadi. Uncha-muncha ovqatni yoqtirmaydi. Mazza nimaligini yaxshi biladigan san'atkor Jahongir Otajonov. Jahongir, bu sizni konsertingiz emas, bu Navo shou. Joyingizga turing. Aka, men просто mazza qilyapman, aka, o'zim hisob. Avvalambor assalomu alaykum. Mani shu Navo shouga taklif qilib, o'zingizlarning reytinginglarni o'ylabsizlar, rahmat. Faqat men bitta narsani tushunmayapman. O'tga san'atkorlar chaqiriladi dedinglar, lekin men san'atkorlarni ko'rmayapman, aka. Sardor Mamadaliyev. Kim u? Voy. Xo'sh, u sizni do'stingiz-a, u do'stingiz. Yo, kechirasiz, men bu yerda san'atkorlar bilan hech qanaqa do'stlik aloqam ham yo'q, raqiblik ham deb tushunmayman, aka. Tushunarli. Marhamat, joyingizga turib oling, marhamat. Rahmat. Voy, o'lay, o'zidan boshqa hech kim tanolmaydi-ya. Davom etamiz. Demak, 3-chi ishtirokchimizni taklif qilaman. 3-chi ishtirokchimiz ham sizga juda ham yoqadi. Demak, san'atdagi qiyinchiliklarga bardosh berib, haqiqiy botir san'atkorga aylangan Botir Qodirov. Olqishlab qo'yamiz Botir Qodirovni. Yating xurrak otmay ko'rpak ichida ulpari yonboshlab yot ey xotin chisnok yegansan ku axir jim yotgin shovqin solma ko'rpak ichida san xotin men ham boshlab qolaman nahot yeganman ku axir voy uzr bilmay qoldim. Oraya Omen uzun Neymar uzun Ye Akmaljon Yo'q, Ahror barasim, Ahror. Qoyilman. Siz kimsiz o'zi? Biz haligi Botir Qodirovni taklif qildik. Botir Qodirov Navro'z to'yi kirib ketdi-da. Menga to'pis bilan babichkasini tashlab ketdi, so'rab qolibsiz. O'shaning uchun bu yoqqa kirib isinib oldim. Bu yoqqa qarasam, keyin sekin ahvol. Uzr, hozir 1 minut. Aka, men iltimosim bor endi. Men telefonim yaxshi ishlamayapti-da men. Hani SMS yaxshi kelmayapti. Puli yaxshi to'lanmagan deyilyapti. Har xil rasm kelib, to'xtab o'chib qo'yapti-da. Men unaqa qaramang, iltimos, aka. Qarab. Men kompaniyaga telefon qilsam, operatorga murojaat qiling dedi menga.
Ko'tarib turdi aka, ko'tarib turdi aka. Vaqtimiz ketyapti. Mayli, Botir kelmagan bo'lsa, Botir o'rniga chiqasiz. O artistlar. Ha, artistlar mashina bilan birga o'ynaysiz, birga qatorga turing. Sardor Mamadaliyev, Jahongir Otajonov. Ko'rishsa bo'ladimi bular bilan? Albatta ko'rsa bo'ladi, ushab ko'rsa ham bo'ladi, bemalol. Bemalol. Ja, osmonda ham bo'ladi. Yo, oldiga bor samimiy insonlar shunaqa ko'rinadi, shunaqa ko'rinadi. Sardor Sardor, qale, ukam ko'rishib qo'yaylik. Ko'rishib qo'yaylik, buyoqqa chiqaylik, ko'rish. Voy, o'jib. Pesh osmondalar. Xarakter. Uka Sardor Onadaliyev. Mamadaliyev aka, Mamadaliyev. Onadaliyevsan ukam. Mamadaliyev. Ey, mamani o'zbekchasi ona bo'ladimi? Onadaliyevsan ukam. Sal pastroq tushgina ko'rishim. Do'stim. Nima do'sting? Do'stim, kayfing tarqayapti, ogoh bo'l. Qoshamcha zo'r voy. Orqaga o'tib ketib qolibdimi qo'shnilar? Ya bu yerga ham qo'raganlar. Jahongir Otajonov. Bu ham osmonda. Ey Jahongir onajonib. Yo, aka adashdingiz, Otajonov. Onajonib. Otajonov aka. Ukam xalqqa maqoli bor. Oldin 3 marta onangga, keyin otangga. Onajonib. Zo'r bo'l, marhamat. Joyimizga turamiz. Absatarjon. Ahror bari shu, Ahror. Siz otingiz nima edi? Ko'tarib berdi meni otim. Ha, bayla. Ko'tarib berdi. Bo'ldi. Ko'tarib turdi aka. Sani o'yindan olib borasan-a? Iloji o'yin yo'qmidi nima edi? Yo, imkon shou. Imkon shou. Lekin hozir navo shou. Vaqtimiz ketyapti, joyingizga turing. Nima pattashgan? Bo'ldi, joyingizga turing. Bo'ldi. Joyingizga yorib yaqinlashing, apasi. Xo'sh, demak, qadrli shoshlar. Tugmalarni tekshirib olamiz, tugmalarni. Nima o'ynaymiz hozir, nima o'ynaymiz? Yaxshi, ishlayapti. Yaxshi. O Sardor, qaror eshikka kimdir keldi. Yo. Ko'tarib turdi aka, siz tushunmadingiz. Tugmachalarni tekshirib, sizlar tugmangizni tekshirib oling. Men tugman tekshirmaganimga 20 yil bo'ldi uka. O'shanda tugmacha bor bosadigan. Bunimi? Ana. O'zim kelmadim. Mayli, xullas Aka tezlashing, to'yim. Bo'ldi. Demak, qadrli shoshlar, diqqatingizga 4 ta mavzuni havola qilaman. 4 ta mavzuda 16 ta kuy yangraydi. Sizlarni eshitib, topishingiz kerak bo'ladi. Mavzular bilan tanishing. Birinchi, jahon kino saundtreklari. Ikkinchisi, jahon klassik musiqalari. Uchinchisi, jahon estradasi. To'rtinchisi, jahon opera san'ati. Aka lekin rahmat kattakon tan olganingiz uchun zo'r baribir zo'r deyman. Qaranglar, kategoriyaga ham meni otimni qo'yibsizlar, rahmat aka. Oy. Jahon deganda biz dunyoni nazar tutyapmiz. Jahongir Otajonov, joyingizga turing, sizga aloqasi yo'q. Men ham dunyoga xizmat qilaman. Joyingizga turing. Dunyo deyapti. Jahon degani yo'q. Kechirasiz, aka, gapsiz. O'ynayvergan. Xo'sh. Demak, birinchi bo'lib Sardor tanlaymiz. Sardor qaysi kategoriyani tanlaymiz? Jahon musiqa kinosi. Aha, demak, jahon kinosi saundtreklari. Juda yaxshi, juda ham mashhur. Kuy eshitamiz. Xo'sh, hamma topdi. Ha! Topdim men. Xo'sh. Bani kinodan. Ha, o'sha. Ana kino. Hamma topib bo'ldi bu tomoshabinlarimiz. Ana nima edi? O'sha. Film ichida turibdi. Ha, o'sha. Xo'sh. Mana. Xo'sh. Ana. Bosing. Tugmani bosing. Bosing. Xo'sh. Topdim men. Xo'sh, albatta. Bu qo'shiq kino yozilgan. Shumbola kinosiga. Qanaqa shumbola, axir bu Titanik ko'ryapsiz o'zi. Sen o'zing ko'rganmisan Titanikni uka? Ko'rganman. Ana Titanikda bola bor, Jo'rabekmi kim edi? Yo'q, Jek ismi, Jek. Jek qilgan ishini ko'rganmisan? Mashinaning ichida qilgan ishini ko'rganmisan Jekni? Ishni 5 deb oynaga bunday qilib qo'ydi, axir. Abi shumbolani. Mana siz javob bering, axir bu Titanikki to'g'rimi yo'qmi? Titanik kinosi Celine Dion ijro etgan. Xo'sh. Celine Dion Oscar olgan. Sen hech kim sevmaydi meningdek. Barakalla Sardor, zo'r joyingizga turing. Marhamat. Yo'qdir. Gap bo'lishi mumkin emas, bunaqasi mumkin emas.
Barakallah. Omon bo'ling, omon bo'ling. Xo'sh, Jahongir, mana siz san'atni chuqur tushunadigan insonsiz. Celine Dion zo'r qo'shiqchi, to'g'rimi? Gap so'z yo'q aka, Celine Dion endi zo'r qo'shiqchimi, endi odamgarchilik tomondan zo'r inson bo'lsa kerak. Gap so'z yo'q, hurmat qilaman o'zini odobini, yurish turishlarini, lekin men mazza qilmadim, to'g'ri. Voy. Endi men mazza qilmagandan keyin mazza qildim deya olmayman-da, xafa bo'lmaysizlar, to'g'ri. Celine Dion o'zi go'zal ayol, chiroyli ayol, iboli xayoli ayol, ilohim bizga ham nasib qilsa shu ayolga o'xshab kelish. Bizga emas, menga degan. Men erkak kishiman, mujikman. Bu yerdan mazza qilmadim, nimaga mazza qilasan sen o'zi? Endi aka, men mazza qilmadim degandan keyin qiynalmayman. O'zi Celine Dion qildiribgina ayol bo'lsa, nimaga mazza qilasan? Bo'ldi. Men gap so'z yo'q aka, men o'z Sardor. Boydan qaradim, qo'ling shunchayni tiqib tursan asabimni deb. Kastim bilan trigo kiyib olganmisan sen? Voy shu. Aka, stil. Stil. Nima hado? To'g'risi. Yo'nalish shunaqa aka. Shu seni ichingga jin kirib olgan bo'lsa kerak. Точно gap so'z. To'g'risi. Mana qara, uylangan eding shekilli. Uylangan bo'lsang, qo'lingni chiqar cho'nchangdan, uka. Ovozni regulyovkasini shotdan qilsa kerak-da, cho'pchagidan. Ko'tarib berdi aka. Baxtiyor ukam. Mana qarang. Qarang, xalq san'atkorlarni hurmat qiladi, to'g'rimi? Juda. Bolalarim o'xshasin deydimi, yo'qmi? O'xshasin deydi. Unaqa o'xshasin deyish kerak emas deydi. Nimasi o'xshasin endi? Zo'rroq bo'lib o'xshasin deyishga san'atkorlar. G'obatda jahling chiqib ketib qoladi-da. Mana sen stayankaga nechta pul berasan? Aytaylik mizom. Mizom. Mana agar Navro'z stayankasi turmas, stayankachimanmi o'zi? Ro'shan komillik keldi jibida. 500 so'm berdi. Yana sigaretni oling, brat dedi yana. O sigaretni olasiz, mizim tursa nima qilaylik? Qani endi bu. Boshing o'yiningga o'tmda sarimda. Bo'ldi. Hozir davom etamiz. Endi tanlash navbati Jahongir Otajonda. Jahongir, qaysi kategoriya tanlaymiz? Endi aka, mana shu jahon kinosi yaxshi ketyapti, o'sha kategoriyada qolamiz. Juda ham yaxshi. Jahon kino soundtracklari bu qo'shiq ham juda mashhur. Eshitamiz. Qizil tugmachani bosishga tayyor turing. Topasiz. Sardor, xuddi shunday qilib bu qo'shiq. Xo'sh. Bu o'sha mashhur yosh bolalar ham biladi. Albatta, xo'sh. Tommy Jerry degan. Sardor, qanaqa Tommy Jerry? Qayerdan oldingiz bunaqa so'zni? Aka, Tom deyapti, Tom deyapti. Axir bu mashhur Hind kinofilmi Bobby-ku, Bobby. Bo'ldi, unda Tom va Bobby bo'ladi. Mana qara, axborot, ukajonim. Ahror men ismim, Ahror. Mayli. Iltimos, boshi o'yinga o'tgan. Mayli, bo'l. Bugun yangi yil kuni, demak biz birdaniga 3-shartga o'tamiz. 3-shartga o'tamiz. Demak, Sardor, siz meni yonimga keling, siz boshlovchi minbardan joy olasiz. 3-shartimiz tanishtirib o'taman. Jahongir Otajonov hamda Ko'tarib Surd aka, e'tibor bering menga. Demak, Ko'tarib berdi aka. Bu shartimiz shunday. Biz bu yerda og'iz qimillatamiz, sizlar og'iz qimillashiga qarab topshiringiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Nima qilamiz? Og'iz qimillatamiz, og'iz qimillashiga qarab topshiringiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Bu terpiylardan shart ekan bu. Aka, xullas men qimillataman, siz topasiz. Shunda o'zi hozirgi estradan ahvol aka, og'zini qimillatadi-da, ashula boshqa joydan ketadi. Menga o'xshab jonli etsam boshqa gap. Bo'ldi, Jahongir vaqtimiz keldi. Mazza qilmadim-da aka. Bo'ldi. Demak, Ko'tarib Surd aka. Siz mana shu naushnikni taqasiz. Ukajonim. Iltimosan, men shu paytgacha ishlasam o'zim taqmaganman. Hamma narsani taqib qo'yish kerak. O'zing taqib. Bo'ldi, taqib qo'yaman. Demak, siz bizni eshitmayapsiz. Ana endi biz so'zlarni aytamiz. Xo'sh, demak, Sardor, birinchi so'zimiz sartarosh. Sartarosh. Yo'q, qo'yiling. Aytishim, keyingi so'zimiz mexanizator. Qanaqa odam so'zi? Sardor aytishga qo'ymayapti. Sardor aytish kerak. Siz uni og'zini qimillashiga qarab topishingiz kerak. Qanaqa? Baqirmagan, baqirasam quloqni teshib oladi dedim, ukam. Qanaqasiga quloqni teshiladi? Siz meni eshitmasligingiz kerak. Quloqingiz teshib,
Oy, o'rtoq rejissor, meni mikrofonim bu naushnik ulab qo'ysiz, hamma gapni eshitib turibdi. Almashtiring. Ana qo'shiq ketishni boshladi, boshqa qo'shiq. Siz eshitmayapsiz? Demak, Sardor, qarang. Yangi yil dasturxonidagi taom keks. Ketdik. Aka. Keks. Aka. Rex. Aka. Keks. Aka. Tex. Akaga bola bormi? Aka siz ayting, akani qo'shmang. Keks. Fix. Ana qo'shmang, so'zini ayting, so'zini. Keks. Keks. Sit. Nima deyapsan? Keks. Nima deyapsan? Yo'q. Ko'tarib turing. Nima bo'lmagan? Yo'q. Yo'q. Ko'tarib turing siz. Mana. Nasıl bu? Mana ssenariyda yozilgan. O'layga ssenariyda yozilgan. Odam sizdan kulmaydi. Yo'q. Bu haligi yangi yil dasturxoniga qo'yiladigan keks degan so'zida. Keks. O'sha boshqa gap yo'q. Ay uni asabni tegmaydi. Bo'ldi. Bu joyga turing. Endi labay. Uni asabni tegmayman, tushundingmi? Bo'ldi. Endi xo'p. Yo bo'ldi, hammasi joyida. Ko'tarib turing aka. Demak, bo'ldi, ko'tarib berdik. Ana endi bu o'yinni Jahongir davom ettiradi, vaqtimiz ketyapti. Biz jonli efirdamiz, bo'la qolinglar. Demak, qo'shiqqa yarashishni boshladi. Ketdik. Xo'sh. Demak, yangi yil bilan bog'liq archa. La. Oy. Что-то falshiy qotdi. Oy. Archa. Skripka sal noto'g'ri chalindi. O Jahongir. So'zlar Bobur g'azaliga tegishli aka, men bu qo'shiq. O Jahongir. Biz sizga qo'shiqni analiz qilib so'raganimiz yo'q, so'z aytish kerak edi. Hammanglar ko'rsatuvni rasvo qildinglar, dabdala qildinglar. Yo'q, qo'shiq ketyapti odamlar. Shuncha payt ishlab bunaqangi dabdala ko'rsatuvni hech qachon qilmaganman. Sizlar ko'rsatuvsiz yangi yil bo'lsa rasvo bo'ldi hammasi. Unaqa ko'rsatuv yo'q ketadi-yu. Maya qara, sen sekinroq gapir, iltimos. Sen shunaqa tez gapiryapsanki, hayoting ham tez o'tib ketyapti ukam. Sochlaringni oqarib ketdi ukam. Nechta bolang bor? 3 ta. O'zi o'tgan yili uylanding, ko'rdingmi? Tez gapirganda bolalaring ham 3 ta bo'lib ketyapti. Sen uyga kelsang ham shunaqami? Soating ham tez yuradim. Xotin yaxshimisiz, zo'rlar yaxshimisiz, maktabga ketdim, ishlab ketding, kechqurun kelsang bola tayyor uyda. Bo'ldi. To'xtating, bo'ldi. Ko'rding, o'sha bir kunda ishlatadigan bo'ldi so'zini ham ishlatib bo'ldi. Sen endi bo'ldi deyolmaysan. Aka gapirmaydi. Men uncha narsaga mazza qilmayman, lekin shu gapingizga mazza qildim aka gapsiz. Mazayni qil ukam, mazayni. Aka, to'yga olib chiqdim aka. Sardor. Olib chiqdim. Maqtang. To'yga olib chiqdim. Orzu havas bilan qilingan 3 soatli to'yni 45 minutda tugatib qo'ydilar. Jonim, sekinroq gapir, ma'noli qilib. Lekin men qoyil qoldim, unchuncha odam tez gapira olmaydi. Ana. Nobada soat Sharif o'g'il emasmisan? Aloqa yo'q. Men qorin desam, uni hammasi o'pka ekan-ku o'sha. Men bunaqa chilolmayman. Axir men mashhur ko'rsatuv boshlovchi bo'lsam, meni sharmanda qildingiz bu O'zbekistonga. Hozir men Axranani chaqiraman, siz studiyaga olib chiqib tashlaydi. Kimni chaqiraman? Axranani chaqiraman. Sen tez gapirasan desam, o'ylamasdan gapirar ekansan. Sen Axran aqsini endi. Studiyada Axrana bor, bittasi bo'lsa 4 tasi ko'tara oladi har qalay. Meni ko'rsatuvlarim ko'p. Imkon shou degan ko'rsatuv ko'rganmisiz? Savol javob qilaman, aqlli suhbatlar qilaman. Men bergan savollarni hech kim topolmaydi. Endi savolim men senga bersammi? Bering, xohlagan savolingizni bering. Iltimos, Qosimjon. Bash savoliga javob bersam, studiyani tark etasizmi? Bering. Suvni ber turgan, berdim. Bering. Berdim. Qara. Xo'sh. Xo'sh. Yo, chaqab ketdim. Savol qani, savol. Qara. Nechta suv parchasi tushdi mana shu yoqqa? Haligi yuzimga tushganini aytaymi yo pastga tushganini aytaymi? Pastga tushgandi. Siz meni ustimdan kulyapsiz, bu qanaqa zahir? Umri bino bo'lib bunaqa ko'rsatuv bo'lgan emas. Yangi insonni rasvo qildinglar. Axrana. Tuflamasdan gapir. Ochiq ketinglar. Axrona. Bu ham chidamadi biz shunaqaga. Baxki pesh. Baxki buyuk, ikkinchi buyuk baxkilar insonlar. Chaqirdingizmi aka? Baxki yana deydi bu. Sanchi mana shu konsertdan o'zing o'qitib yuborgan.
Seni o'qigan domlaring o'qitib borishi kerak. Mana qara, mana seni yaxshi aytasanlar, xalq yaxshi ko'rasanlar, hurmat qiladi, gapi yaxshilaring. Mana bitta ashlet bering. Yo'q. Jonli aytasizmi? Bo'lmasa eshitlaring. Ataylar. Ataylar, ichib keldim bugun, ko'rsatuv zo'r bo'larmikan deb. Qashqarda muzlab ketdim bugun, bola chaqa ro'zg'or xotin deb. Magazinga kirib oldim-o, tozasidan rosa soldim-o, ko'p ichib olib qotib qoldim-o, kerakmidi miton narsa yeb. San bilasanmi, san bilasanmi, mashtumga ketiribdi, ishonasanmi? İçalasanmı, vay içalasanmı, mani holatimga sen isholasanmi? Kela ashaqada ichib olgan odamni hech kim eshitmaydi, obro'si ham yo'q, bir tinga qimmat bo'lib qoladi. İçkini tashadim men endi, boshqa ichmayman umuman. Shu uyimga boraman, bola chaqamga topganim, borib yedirib, ichilib, ichkilikni tashab, uyimga mana Sardorni ham chaqiraman, Jahongirni ham chaqiraman, Ahrorni ham chaqiraman. Ichkilikni tashaganimni yuvamiz. Sizlar ham kelinglar, uyimizga bir qo'l bola osh qilib beraman, sog' bo'linglar. Hurmatli azizlarim, sizlar bilan qisqa muddat ichida ko'rishganimdan bag'at xursandman. Umringiz uzoq bo'lsin, tanijoyingiz sog' bo'lsin. Sog' salomat bo'lishga majbursizlar. Yaxshi yomon gaplarimizga ming bor uzr so'raymiz. Sog' bo'ling, yangi yil omadli, baxtli, saodatli yil bo'lsin. Har bir yildan xonadoningizda chiroyli kunlar, yaxshi kunlar ko'payaversin. Mana shu yaxshi kuninglarga sherik bo'lish hammamizga nasib qilsin. Yangi yillar muborak bo'lsin. Umringiz uzoq, tayinli sog' bo'lsin. Rahmat. Bugun men bir narsa aytib o'tmoqchiman. Ruxsat bersanglar, bugungi mana shu chiroqlarimizni chiroyli qo'yib bergan Botirjon ukamizni tug'ilgan kunlari qo'linglar bo'sh bo'lsa, bir chiroyli qarsak chalib qo'ysanglar, shu chiroq ustasiga, svet ustasi Botirjonga guldiroz qarsakinglar. Botir tug'ilgan kuni muborak bo'lsin ukam, tabriklaymiz. Hammamiz tabriklaymiz. Sadirlar qizi. Sog' bo'ling, rahmat. Şükürler ekan bu ya. Şükürler ekan bu ya. Ver, ordizmi? Xata. Kim o? Abdullah qani? Ajoyib. Hocaga yaxshi o'tirdingizmi? Abdullaga fayz oldingiz, fayz oldingiz.